Xotin bo'lish qiyin emas. Qiyini erning jahli chiqqanida bitta gapdan qolib gap qaytarmaslik. Qiyini qorni och kelganida yarim kechasi bo'lsa ham turib ovqatini oldiga qo'yishdir. Qiyini achitib, kesatib olishning o'rni kelganida uni ranjitmaslik uchun tilini tiya bilish, uni ayay olishdir. Xotin bo'lish qiyin emas, qiyini uning ham o'z shaxsiy hududi borligini tan olish, unga daxl qilmaslikdir. Qiyini hayot tashvishlaridan charchab, alamini sizdan olganida uni to'g'ri tushunish, xafa bo'lavermaslikdir. Xotin bo'lish qiyin emas, qiyini kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi yoki yomon ko'chadan kirib kelganida uni jilmayib kutib olishdir. Qiyini ba'zida xafa qilib, ranjitsa-da haqqiga samimiy duolar qila bilishdir. Qiyini qanchalik qiziq va sirli tuyulsa ham telefonini ochib, ichini titmaslikdir. Xotin bo'lish qiyin emas, qiyini nafsga yoqmasa ham itoat qilish, bo'ysuna olishdir. Qiyini ayblari, kamchiliklari bo'lsa-da, bolalariga otasini dunyodagi eng yaxshi inson deb ko'rsata bilishdir.